ertaga Facebook, Instagram, TikTok, Telegram yopilib qolsa, siz kim bo'lasiz? Man troll bo'lganman. Troll nimaligini bilasan-a? Odamlar siz haqingizda eng ko'p noto'g'ri tushunadigan narsa nima bo'lgan? 3 kundan buyon hater erkaklarni sharmanda qilish bilan ovoraman. Rasmini chiqarib. Oxirgi marta hech kimga bildirmasdan qachon yig'lagansiz? И вообще hozir eslasam gapirmaydi nima senga shu. Manimcha qiz bolaga eng og'irliklaridan shunisi otani yo'qotish. Xuddi bir qanaqadir oporani yo'qotgandek yo'qotadi inson. Sponsorim hayron qolganda, tushunmadim. San randomda emasmisan deganda. Mana shu gapingizdan sizni influence dinozavr desa ham bo'ladi. Ayam rosta to'g'ri qilgan ekanlar. Joyi kelganda ovozni o'chirishni ham bilish kerak ekan. Agar 25 yoshingizga qaytish imkoniyatingiz bo'lganda, nimani hech qachon takrorlamas edingiz? Men rostini aytsam, noshukur ayollar bilan gaplashishni xohlamayman. Bugungi kunda Instagramda samimiylikni eng ko'p o'ldirayotgan narsa nima? Yolg'on hayotni Instagramga qo'yishi. Shaxsiy brend shaxsiy hayotni o'ldiradimi yoki yo'q? Bugun shu haqida biz influencer, 4 farzandning onasi, sevimli yor, hammamiz yaxshi ko'rib kuzatadigan Talisman klubini asoschisi hamda juda ko'pgina ayollarni birlashtirib, ayollar uchun har qanday yo'nalishlar yaratgan influencer Madina Ismailova bilan gaplashamiz. Madina opa, podkastimizga xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Madina opa, tomoshabinlarimizga o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib, tanishtirsangiz. Qisqacha gapirishga harakat qilaman. Men Madina Ismailova. Samarqand viloyati Urgut shahrida tug'ilganman. Yoshim 47 da. 4 farzandning onasiman, oilaliman. Kasbim bo'yicha vrach, akushер-ginekologman. Lekin ancha yildan buyon, adashmasam 2012-yildan buyon ijtimoiy tarmoqlarda faolman. Shu uchun ham kimdir meni lider мнения deydi, kimdir ijtimoiy faol ayol deydi, kimdir bloger deydi, lekin men bloger emasman. Bundan tashqari juda ham ko'p ayollar bilan ishlayman. Shu borada O'zbekistonda birinchi ayollar klubi, Talisman klubini asoschisiman. Facebookda 2016-yilda ikkinchi o'rinda turadigan kattalik bo'yicha fashion terapiya guruhi asoschisiman. Bu sotsial guruh edi Facebook tarmog'ida. Yana kimman? Oddiy ayolman. Xullas, masalan, deylik, ertaga Instagram yopilib qolsa, Facebook yopilib qolsa, Telegramlar bo'lmasa, Madina Ismailova kim bo'ladi o'shanda? Madina Ismailova tadbirkor? Tadbirkor ayol bo'ladi. Ha. Madina opa, sizni hayotingizda mana o'zingiz aytib o'tdingiz, 47 yoshman deb, lekin aslida umuman 47 yosh bermayman sizga. Umuman yosh ko'rinasiz. Yosh farzandlaringiz bor, kichkina. Ayollarga ko'proq sizdan qanday foyda bo'ladi? Siz ko'proq nimani targ'ib qilasiz ayollar uchun? Yaqinda shu savolni Instagramda berdim-da, storiesda berdim. Menga juda yoqqan tomoni ayollarga aynan oilada o'rni, farzandlari bilan muloqoti, tarbiyasi, o'zini yaxshi ko'rishi. Juda ko'pchilik shu javobni berdi. Sizdan o'zini sevishni o'rganganman deb. Ko'proq targ'ib qiladigan narsalarim va menga yaqin mavzularim bu albatta oila, ayol o'zini o'rnini topishi va albatta ayolni o'zini shaxsiy daromadiga ega bo'lish. Men bu narsani juda ham ko'p yillardan buyon targ'ib qilaman va bu fikrimda qolaman, baribir ayol kishini o'zini topadigan puli bo'lishi kerak. O'zi aslida mana qaysi ayol sizni kuzatish kerak deb o'ylaysiz o'zingiz? Mani yashashni yaxshi ko'radigan, yashashni sevadigan, o'zini ustida ishlamoqchi bo'lgan, o'sishni xohlaydigan,
Man rostini aytsam, noshukur ayollar bilan gaplashishni xohlamayman. Srazu chegara qo'yib qo'yaman. Bo'ladi shunaqa ayollar, muammosi bor. Muammo borligi bu noshukurlik emas. Lekin muammoni yechmasdan hayotdan nolish bu men uchun noshukurlik. Madina opa, odamlar siz haqingizda eng ko'p masalan noto'g'ri gapirgan narsa nima bo'lgan? Eri yo'q. Hammaga birovni eri qiziq. Ko'p savolni o'zimga o'zim beraman-da, men aytaman. Asosan ayollar beradi-ku bu savolni. Men aytaman. Vроде бы oilali ayolga o'xshayapti. Nima uchun oilali ayollarga birovni eri qiziq? Nima uchun? Lekin afsuski shu savolni juda ham ko'p berishadi menga. Lekin eringiz bor. 26 yildan buyon bor, Xudoga shukr. Eringizni lekin hech qachon ko'rsatmaysiz Instagram. Yo'q, chunki xohlamaydi. Ular xohlamaydi. Ular xohlamaydi. Men nima qilaman? Shaxsiy chegarasini, erkak kishini simbolik shaxsiy chegarasini buzib. Ular xohlamaydi, lekin shunda ham sizga masalan o'zingizni Instagramlarda ochiq oydin yurg'izishingizga ruxsat beradi. Ruxsat beradilar, chunki biladilar, men ularni reputatsiyalariga putur yetkazadigan yoki qanaqadir noma'qul narsalar qo'ymayman Instagramga. O'zi xarakterim ham shunaqa, xarakterimni ham biladilar. Nafaqat xo'jayinim, balkim o'g'lim ham xohlamaydi ijtimoiy tarmoqlarga qo'yishimni. Oilangizda erkaklar xohlamas ekanda. Erkaklar xohlamaydi, lekin biza ayollar, men va qizlarim faol. Faol shu yo'nalishda faol rivojlanib kelish. Da. Nima uchun? Chunki Instagram bu nafaqat rasm yoki video joylash. Hozir Instagram bu daromad manbai. O'shu uchun agar iloji bo'lsa Instagramdan daromad qilishdi, men o'ylaymanki, bu narsaga to'sqinlik qilmaslik kerak. Hozirgi kunda Instagramdan oilangizda faqat o'zingiz daromad qilasizmi yoki qizlaringiz ham shu sohada ketishyaptimi? Qizlarim ham. Ular ham influencer. Ham influencer, ham qizlarim mobilograf va content makerlik bo'yicha ishlashadi. Kichkina qizim bloger. Kichkina qizingiz bloger. Oilamizda bitta bloger bor. Siz bloger emassiz? Yo'q. O'zi aslida hayotingizda eng og'ir davringiz qanaqa bo'lgan va bu davrni siz Instagramda odamlarga oshkor qilganmisiz, ko'rsatganmisiz yoki ko'rsatmagan bo'lsangiz nimaga ko'rsatmagansiz? Endi og'ir davr deganda nimani tushunish mumkin? Og'ir davr qanaqa? Emotsional holatdami yoki moliyaviy tomondanmi? Siz uchun o'zingiz mana og'ir qabul qilgan paytlaringiz. Unaqa og'ir davrlarni eslolmayman. O'zimga o'zim savol beraman-da, nima uchun ba'zanda shunaqa keladi. Zo'r nima deydi, axlatli oladi. Shunaqa roliklar men bunaqa bo'lganman keyin yillar davomida mana men bunaqa o'zgarib, bunaqa o'sganman deydi-da, menda unaqa bo'lmagan. Men har doim Instagram bo'lganmi, bo'lmaganmi, yoshligimda, qizlik davrimda ham juda shustri bo'lganman. O'sha payt ham qanaqadir nima deydi, dvijuha deydi. Shunaqalar qila olardim. Kallam yaxshi ishlardi. Men matematikman o'zida. Hisob kitobga, narsaga, uni bunga urishga miyam juda ham yaxshi ishlagan. Institut davrida o'qiganimda ham shustri bo'lganman-da. Ya'ni Instagramlar, ijtimoiy tarmoqlar keyin chiqqan-ku. Lekin undan oldin ham men o'ylaymanki, что hozir даже Instagram bo'lmasa ham meni kunim o'tadi demoqchiman. Shu uchun boshida mana blogerlar bilan tanishganimda bloger community tuzganman. Imенно o'zbekistonlik blogerlarning orasida community tuzganimda men aytardim-da, blogerliklaringdan foydalanib qolinglar. Mana ko'pchiliklari faqat Instagramdagi reklamadan daromadga qarab qolgansizlar. Lekin bu narsa o'tkinchi. Esingda bo'lsa, anaqa o'chib qolgandi Instagram bir orada qaysidir yilda hamma shokka tushib qoldi-da. Men o'shanda qaytardim shu gapni. Men aytdimki, sizlarda biznes bo'lish kerak. Qanaqadir mana ko'chada oldin qanaqa yashaganmiz? Ko'chadan e'lonlar bo'yicha gazeta o'qiganmiz, частный sektor degan gazeta bo'lardi. Esingdami? Instagram bo'lmagan-ku. Instagram bu bizga bog'liq bo'lmagan manba-da.
U xohlagan payti o'chirishlari mumkin, xohlagan payti yoqishlari mumkin. Shuning uchun har bitta blogerni, influenserni, obunachisi ko'p bo'lgan insonlar o'ziga bir qanaqadir biznes qilib qo'yishi kerak. Onlayn biznes qilsa ham bo'ladi hozir. Siz onlayn biznes qilasizmi o'zingiz? Meniki ham onlayn, ham offlayn biznes Offlayn biznes ham bor. bor. Matina, yoshingiz 47 dedingiz, lekin men sizga umuman 47 yosh bermasdim. Aslida 40-42 yosh deb o'yladim. To'g'risini aytsam, sizni o'zi aslida 40 yoshdan keyin ayollar nima uchun o'zini unutib boshqalar uchun yashashni boshlaydi? 40 yoshdan keyin hayot boshlanadi. Запомни это. Da. 40 yoshdan keyin hayot boshlanadi. Nima uchun? Bolalar уже katta bo'lib qoladi. Agar bolalarni mustaqil qilib, samostoятельно qilib tarbiya qila olsanglar, 40 yoshdan keyin maza qilib yashaysiz. Mazza qilib yashasa bo'ladi. Da, bo'ladi. Lekin bu narsa onaga bog'liq. Nima deydi? Bolani yoshlikdan, mana 1 yoshdan tarbiyalasa bo'ladi. 1 yoshli bola ish qila oladi. Ishga o'rgatsa bo'ladi 1 yoshli bolani. Mana sochib qo'ygan o'yinchog'ini yig' deb o'rgatilsa, har kun yig'sa bu refleks уже. O'sha bola o'yinchog'ini sochgandan keyin yig'ib qo'yadigan bo'ladi. Xuddi mana ложка bilan ovqat yeyishni o'rgatamiz-ku bolaga. Nima uchun orqasidan o'yinchog'ini yig'ishtirishni o'rgatmaymiz? To'g'rimi? To'g'ri. Bolani shunaqa qilib tarbiyalab borsa, bolaga shu narsa berilsa, shundagina mustaqil bolani katta qilsa bo'ladi. U bolaga yoqmasligi mumkin. Men misol uchun qizlarimga 9 yoshda ovqat qildirganim yoki hozir ham telefon qilib men bu ovqatni qilib qo'y, men bu ovqatni qilishim, chunki ularning ham ishi bor, men ularning chegarasini buzyapman, lekin men aytaman, sizlarning ishlaring birinchi o'rinda emas hozir. Bu uyda yashab, nima deydi? Bu uyda yashayapsizlarmi? Demak, bu uyda ham ish bo'linishi kerak hammaga, taqsimlanishi kerak. To'g'ri. To'g'rimi? Agar bolaga misol uchun, sen o'qigin faqat, ish qilma, faqat o'qisang bo'ldi desa, o'qiydimi, o'qimaydimi, Xudo biladi u bolani. To'g'rimi? Bola hali nima desam ekan, opti yo'ligidan xohlagan narsasini qilishi mumkin, lekin o'sha xohlagan narsasi ertaga unga foydali bo'lmasligi mumkin. To'ppa-to'g'ri. Misol uchun mana ko'pchilikni ko'raman-da, bolasiga kiyim olib bersam, o'yinchoqlar olib bersam, balovat qilsam shu yetarli deb o'ylaydi. Bola ertaga katta bo'lsa, qanaqa o'yinchoq olib berganingni ham eslamaydi. Bu aniq. To'g'ri. Lekin bolaga qanaqa navik bergansan, qanaqa maslahat bergansan, qanaqa tarbiya bergansan, urganmisan, urmaganmisan, uni hamma narsani eslaydi. Esda qoladi. To'g'ri. Lekin qanaqa brend kiyim olib bergansan, qanaqa o'yinchoq olib bergansan, esda qolmaydi. To'g'ri. Kosmetolog, diyetolog, ekspert, shaxsiy brend, bloger, biznes egasi, tadbirkor ayol, uyda o'tirib o'z biznesini zo'r rivojlantirgan, shaxsiy brendini ustida ishlayotgan ayol. Siz shundaymisiz? Siz o'z sohangizdagi eng zo'r ekspertsiz, ammo obunachi yo'q, mijozi yo'q, prosmotrlar yo'q. Buning uchun sizlarga zo'r yechim taklif qilaman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda sizdek ekspertlar juda ham ko'p. Ishoning, har bittasini mijozi, har bittasini o'zini obunachisi bor. Sizlarga o'zingiz haqingizda juda ko'p insonlarga ma'lum qilish va ekspertligingizni ochib berishni eng zamonaviy imkoniyati bu foydali suhbatda ekspert bo'lib qatnashish. Agarda siz foydali suhbat podkastimizda ekspert bo'lib kelish xohishingiz bo'lsa, mana shu video tagida ko'rsatilgan Telegram botga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizni mana shu foydali suhbat podkastimizda ekspert sifatida kutamiz. Lekin Madina opa, mana o'g'il bolani tarbiyasi bilan qiz bolani tarbiyasida qanchalik farqi? Farqi juda katta. Umuman o'g'lim tarbiyasi bilan shug'ullanishni xohlamayman. Umuman даже yig'layman ba'zan xo'jayinimga. Men aytamanki, menga umuman taalluqli emas. Mana o'g'il deganlar qaynonam, mana o'g'il tarbiyalanglar deyman-da. O'g'il bola qiyin. Yoki men tushunmaymanmi? Qiz bolacha asosiy qiz bolani tarbiyasida nimaga e'tibor berish kerak? Tarbiyasidami? Qiz bolani tarbiyasida birinchidan mana ko'plar hozir aytayapti-da, anaqa qiz bolaga nima deydi?
yaxshi hayotni o'rgatish kerak. Koroleva, prinsessadek tarbiyalash kerak. Ish qildirishni qilmasa ham bo'ladi degandek gaplar ko'p tarqalyapti. Men qarshiman. Ne только qiz bolaga, o'g'il bolaga ham o'rgatish kerak. O'g'il bola ham uyi ham yig'ishtirishni bilish kerak. Ovqat pishirishni ham bilish kerak. Har bir shaxs, lичность elementarniy hayotda kerak bo'ladigan, hayotida o'ziga kerak bo'ladigan ishlarni qilishni bilish kerak. Men o'ylaymanki, baribir qiz bolaga ovqat qilishi, uyda ish qilishi, kechasiga idish-tovoq qoldirmaslikni, yuvib yotish kerakligini, changlarni artib turishi, plintus artishi elementarniy narsalar. U odam o'zi uchun ham qiladi-ku, bu narsalarni o'rgatish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Lekin shunga qo'shib hunar o'rgatish kerak. Diplom bu boshqa narsa. Hunar bu boshqa narsa. Hunarli bo'lish kerak. Yaxshi fikr. Agar ertaga turmushga chiqqanda ham hech kim bilmaydi nima bo'lishini. Turmush o'rtog'i ishlashga qo'ymaganida ham men qancha qizlarni bilaman. Uyda o'tirib, bolaga qarab, uyi ham eplab, yana biznesi ham bor. Qo'l mehnati. Majnipa, bilasizmi, menda juda ham ko'pchilik mana kelin qidirishadi, O'zbekistonga kelib, masalan, chet elda o'qib kelgan bolalar qizli bormi deb so'rashadi-da, mana onalari, tanishlarim ko'pchilik. Va birinchi o'rinda men har doim siz qizlaringizni aytaman. Nimagaki, men endi mana anchadan beri kuzataman-da sizni. Qizlaringizga berayotgan tarbiyangiz, ularni masalan uyda hamma narsani qilib ketishi, bir-biriga yordam, sizga yordam berishi, qo'llab-quvvatlashi, har taraflama nima deydi, yetuk bo'lib o'sganini ko'rib, bilamanki, har doim mana shu Majnapani qizlarini aytsam, ertaga meni точно yuzim yerga qarab qolmaydi deyman-da, Rahmat. tavsiya qilsam. Mana siz o'zingiz qizlaringizni kelajakdagi hayotini va kim bilan hayot qurishini masalan xohlagan bo'ladi. Har bitta ona o'ziga ko'z oldiga keltiradi. Masalan, kuyovim mana bunaqa bo'lsa, qizim mana bunaqa, mana bu qizimga mana bunaqa bola yaxshiroq kelardi. Mana bu qizimga bunaqa inson zo'rroq kelardi, yaxshi bo'lardi, shu inson bilan baxtli bo'lardi deb ona baribir xayolda o'tkazadi. Sizda qanaqa bu tomondan? Siz qanaqa ko'z oldingizga keltirasiz? Qaysi qizingiz qanday oilada iltizot nima deydi, tortib ketishini ko'z oldingizga Endi keltirasiz? ikkinchi qizimni bilaman qanaqa oilada. Joyi bor o'sha ketadi. qizingizni. Ha. Ular misol uchun men topmaganman. Ular o'zi tanishgan, o'zligi gaplashib ko'rishgan, keyin menga aytdi. Menga ham ma'qul bo'ldi. Nima uchun? Birinchi o'rinda men doim o'sha yigitni nima ish bilan shug'ullanishiga qarayman. Lekin bu narsa qizlarimda ham bor. Uchrashuvga chiqsa ham ota-onangizdan pul olasizmi, yo'qmi deb savol berar ekan. Birinchi savoli. Hamma narsadan tashqarida. Chunki hozir shunaqa zamon bo'lib qoldi-da, to'g'ri qizlarimizga pul topishni o'rgatamiz, nima deydi, hayotda o'rin topishini o'rgatamiz, lekin yigitlarimiz ko'pi hali ham ota-onani qo'liga qaraydi. Men misol uchun xohlamasdim. Ota-onasini qo'liga qarab turgan bolaga qizim berish. Shu tarafini aytolmayman. Mustaqil bo'lish kerak. Menga boy yoki puli ko'p bo'lishi kerak emas. Mashinasi bormi, yo'qmi, u ham ahamiyatga ega emas. O'zini ishi, hunari bo'lishi kerak. O'zini ishi, Ishlash hunari, kerak. o'zini boqa oladigan holatda, oilasini boqa oladigan holatda yetuk bir erkak bo'lishi kerak-da. To'ppa-to'g'ri. Chunki men ham turmushga chiqqanimda, misol uchun meni xo'jayinim ham endi yangi ishchi bo'lib ishiga joylashgan payti bo'lgan. Lekin shunda ham ota-onasidan pul olmagan, pul so'ramagan. Yana undan tashqari men yaxshi aniqida katta bo'lganman-da, xarajat qilib o'rganganman. Endi men bilmaganman-ku turmushga chiqqandan keyin ota-onamdan pul so'ra olmasligimni. Keyin nimadir yetishmasa, pulim qolmasa yoki faqat adamga yoki oyimga telefon qilsam, keyin xo'jayinim bilib qolganlar-da, rosa katta janjal bo'lgan. Yana bir marta so'rasang, narsalaringni yig'ib ketasan deganlar-da. Men
nimasi yomon deganman-da, chunki man ota-onamdan pul so'rab o'rgangan farzand bo'lganman-da. O'sha uchun ham balki man bolalarimni boshqacha tarbiya qildim. Chunki bizga doim aytishardi, diplomingni olgin, davlat ishida ishlaysan, deyishardi. Pulni o'ylama deyishardi-da. Biz senga qilib beramiz deyishardi. Balkim keyin уже xo'jayinimda bunaqa narsani ko'rib, bunaqa qilsa ham bo'larkanmi, ota-onadan pul olmasa ham bo'larkanmi deganman-da, endi u payt yosh bo'lganman. Yosham nechi yosh? 23-24 yosh bo'lganman-da. Вот, o'sha uchun men baribir qarayman, что вот mustaqil yigit bo'lish kerak. Nima deb o'ylaysiz, Madina opa? Yaxshi ona bo'lish qiyinmi yoki yaxshi ayol bo'lish? Yaxshi ona, конечно. Chunki biz yaxshi bo'lmaymiz hech qachon. Bolalarimiz baribir nima deydi? Детский travma degan narsa bor-ku. Biz baribir bolalarimizga qayerdadir детский travma bergan bo'lamiz, baribir yaxshi bo'lmaymiz-da. Net. Qanaqa misolda yaxshi bo'lmaymiz? To'g'ri, onasimiz yaxshi ko'rishadi, lekin baribir qanaqadir ayblovchilar chiqib qoladi-da ba'zan. Shu uchun yaxshi ona bo'lish qiyin. Bilmadim. Menimcha yaxshi ona bo'lish qiyin-u, lekin mumkin. Yo'q. Hech qanaqasi ilojisi yo'q yaxshi ona bo'lish. Nima desam ekan? Yaxshi ona sen uchun nima? Понятие. Yaxshi ona men uchun o'zimni onam. Menimcha meni onam men uchun idealniy ona bo'lganlar. Men uchun hamma narsa qilganlar. Va men masalan onamni hech qachon men bunaqa ayblari bo'lgan, men bunaqa qilganlarida boshqacha bo'lardi meni hayotim yoki boshqacha nimadir bo'lardi degan aytadigan даже gapim ham yo'q. Faqat totalniy благодарность onamga, chunki men bilaman, onam o'zlarini sharoitlaridan kelib chiqqan holatda farzandlari, ikkita farzandlari bor. Ikkita farzandlari uchun hamma narsa qilganlar, shu farzandlari baxtli bo'lishi uchun, yaxshi hayot ko'rishi uchun. Qachon keldi bu осознание senga? Bu осознание albatta yoshim kattaroq bo'lganda, ancha ilmli olganimdan keyin, konsultatsiyalar olganimdan keyin. Вот. Понимаешь, men shu to'g'risida aytyapman. Bular ham, mana bizning ham farzandlarimiz уже katta bo'lganida farzandli xuddi meni oyim deydi, mana doim aytardilar-da, nimadir qilsam agar hali qizlaring bo'lsin yoki farzandlaringdan qaytsin yoki nimadir shunaqa gap aytsalar, chunki men gaplariga kirmagan paytlarim bo'lgan, jahllarini chiqargan paytim bo'lganda, men bu narsani mag'zini umuman tushunmasdim. Qachonki meni farzandlarim o'sha men qilgan narsani menga nisbatan qilganda, men o'shanda mag'zini chaqqanman. Shu uchun men savol berdim. Qachon keldi bu осознание deb? Menga ham kelgan. Men uchun ham meni oyim hozir hamma qilgan narsalari to'g'ri. Hozir faqat necha yoshimda? 47 yoshimda. Bu осознание kelgan bo'lsa 3-4 yil oldin keldi menga-da. Bizanikiga ham keladi. Lekin hozir demoqchiman. Hali ular bizadek turmushga chiqib, farzandli bo'lmaguncha bizani idealniy yaxshi ona hisoblamaydi ular. To'g'ri, farzandlarning o'zini talabi bo'ladi onasiga nisbatan. Da. Mana qilsangiz to'g'riroq bo'ladi. Misol uchun qatgadir qo'ymayman desa, mana o'zingni ham farzandlaring bilan. Kechasi misol uchun qatgadir qo'ymayman yoki qatgadir borganda nechida kelasan, keldingmi, nimaga aytmading, nimaga telefon qilib qo'ymading desa, jahli chiqadimi bolalaringni? Конечно. Shunda kim bo'lasan sen? Sen yaxshi ona bo'lmaysan u payt. Shu narsa to'g'risida gapiryapman. To'g'ri. Hozir endi mana misol uchun men nechida kelgandim, soat nechi bo'ldi deb boshlasam, kelyapman-ku, mana jahl bilan-da. O'sha payt men yaxshi ona emasman-ku u uchun. Da, shunaqa, lekin biz в целом da. Endi menchi напрямую tushunaman hamma savolni. Keyin ko'p savollarga men javob bera olmayman, chunki men doim qarsida ikki qo'ldan chiqadi deyman-da. Ikki tarafini ham o'ylayman. Даже mana bola tarbiyasida ham agar gapirish kerak bo'lsa, men aytaman, men bola tarbiyasini gapirishni yomon ko'raman. Chunki mendan ko'rib, endi bizani lider мнение deb hisoblashadi-da. Bu narsani biz o'zimiz qo'ymaganmiz. Buni odamlar shunaqa qilib chiqarganda, bu mas'uliyat. Men har bitta og'zimdan chiqqan gapga
javob berishim kerak. Man bilmayman ekranni ortida kim mani ko'rib o'tiribdi. Hozir mana bunaqa qilinglar, mana bunaqa qilinglar desam, ertaga borib o'zini hayotida, o'zini oilasida bu narsani qilsa, lekin u oilaga to'g'ri kelmasa mani tarbiyam, men bitta oilani buzilishiga sababchi bo'laman. To'g'ri. Chunki bolani kimgadir qarab tarbiyalab bo'lmaydi. Sani oilang boshqa, mani oilam boshqa. Bolalaring boshqa xarakterda, mani bolalarim boshqa xarakterda. Bir xil tarbiyani hammaga qo'llab bo'lmaydi. Shu uchun biza hayot davomida birinchi bolamizda neopitniy bo'lamiz, ikkinchi bolamizda уже qanaqadir mexanizmlarni, qanaqadir narsalarni ishlatishni boshlaymiz. Biza opitniy 4-5 bolamizda bo'lsak kerak. Mana bundoq bo'ladi-da. Tarbiyali bolalar katta bo'lishni boshlaydi. Madina opa, mana shu aytib o'tgan gapingiz menga ko'nglimga yaqin gap bo'ldi. Chunki mana shu gapingizdan sizni influence dinozavr desa ham bo'ladi. Chunki ответственность degan narsa bor sizda. Gapirilayotgan gap, siz nima deydi? Mana shu ekran ortida sizni minglab odamlar tomosha qilayotgan shu insonlar oldidagi mas'uliyatni sezgan holatda o'zingizni blogingizni yuritar ekansiz. Mana hozirgi gaplardan xulosa qilib shu narsani aytyapman va menimcha ko'pgina influenserlarga siz bir namuna bo'lishingiz kerak deb o'ylayman. Chunki hozirgi kunda ko'ryapsiz, prosmotr, qanaqadir kontent uchun odamlar o'ylamasdan, yoshlar o'ylamasdan har baloni qilishyapti, har baloni gapirishyapti. Действительно qanchadan qancha oilalar buzilib ketyapti shu kontentlarning orqasidan. Va biza mayli bloger emasman deyapsiz-ku, lekin baribir blogersiz, influensersiz. Chunki influencer bu ingliz tilidan bunda olib tarjima qilganda shu insonni gapini, so'zini eshitadi ko'pgina insonlar deganda, lider мнений degan. Va mana shunday influenserlar menimcha ozgina mas'uliyatni o'ziga oladigan influenserlar ko'proq bo'lsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Va siz mana shunaqa influenserlarni bir joylarga jamlab, ko'pincha ko'rishib, bir qanaqadir tadbirlar qilyapsiz-da, men kuzatib boryapman. Va shu yerlarda, mana shu tadbirlarda mana shunaqa gaplar ko'tariladimi? Shu narsalar talqin qilinadimi? Albatta ko'tariladi. Mana shu influenserlar orasida siz havas qiladigan influenserlaringiz yoki o'zi umuman olganda siz havas qiladigan ayollar bormi? Bor, juda ham ko'p. Kimlarni misol qilib ayta olasiz? Kimni? Hozir kimdir esimga kelmay qolsa xafa bo'lib qoladi hozir agar imенно aytsam, lekin juda ham ko'p. Qaysi sohada mayli shunaqa ayollar? Qaysi sohadagi ayollar bilan ko'proq havas qilasiz? Ayollarga. Har xil soha. Men qanaqadir soha bo'yicha bo'lib gapira olmayman. Lekin misol uchun ularning ichida vrachlar ham bor, spetsialistlar ham bor, uy bekalari ham bor. Juda ham ko'p yosh qizlar bor. Yoshi katta ham emas, yosh qizlar bor. Вообще-то kimga подписан bo'lsam, unda ko'rib chiqsang bo'ladi. Bilib olasan. Menimcha ko'pchilik ekan. Kimnidir выделять qilishni xohlamayman hozirda. Kimdir, chunki hozir endi baribir nima deydi, podkast bu yerda miya anaqada kimdir esimdan chiqib qolishi mumkin. Xafa bo'lib qolishlarini xohlamayman. Madina opa, mana baribir siz kuchli ayolsiz-da. Mana men hozir siz bilan gaplashib shu narsani даже energetikangizdan his qilyapman-da, qanchalik kuchli ayolligingizni. Lekin Madina Ismoilova butun umr shunaqa bo'lmagan bo'lsa kerak. Kuchli ayol bo'lmagan bo'lsa kerak. Именно mana shunaqa o'zingizni bilib, o'zingizni pozitsiyangizni bilib, bemalol o'zingizni уверен holatingizga qanday kelgansiz? Qanday stupenkalar orqali kelgansiz? Rostni aytaymi, bo'lganman shunaqa. Doim shunaqa bo'lganman. Bilmadim, balkim bu meni chayonligimdandir. Men Skorpion burjida tug'ilganman. Jilka bor-da, stержень bor. Men misol uchun mana hozir eslasam agar bog'cha, даже anaqa maktabni esla olaman-da, bor-da shunaqa nima atrivkalar, qanaqadir hodisalarni eslayman. Men maktabda ham a'lochi bo'lganman. Doim anaqa qanaqadir
tadbirlar bo'lsa qatnashganman. Yaqinda anaqani Boburni tug'ilgan kuniga sherxonlikmi nimadir qilamiz dedi. Men aytdimki, voy, men litseyda o'qib yurgan paytim biza shunaqa Boburnomalarni o'qirdik, sherxonliklar, g'azalxonlik kechalari qilardik. Kecha kelgumdir debon ul sarva gulrov kelmadi deb anaqalarni etardik-da, ruboiylar yodlardik. И приtom tilla qoshlar bormi, anaqa o'sha eski o'sha davrda kiyimlari bormi, biza topib, kiyib, именно ssenический chiqishlar qilardik. Endi men litseyda o'qiganim bu nechinchi yil to'g'risida gapiryapman men hozir. 96mi 94 institutga kirgan bo'lsam, oho, nechinchi yillarda. Men 10-11 sinfligimni gapiryapman. Har doim aktivist bo'lganman demoqchiman. Qaysidir momentlar farzandlarimni tuqqanimda, hatto men aytyapman, farzandlarimni tuqqanimda deyapman. Eslayman, ikkinchi farzandimni tuqqanimda raddomdan chiqqanman-da. Keyin shunaqa telefon qilib, zakazimni qilishim kerak bo'lganda, odamlarim zakaz topshirgan. Именно biznesim bor edi. Sponsorim hayron qolganda, tushunmadim. Sen raddomda emasmisan deganda. Yo'q, chiqdim, hozir mana raddomdan anaqa chiqdik, uyga keldim-da, zakazlarni olib oling deganman. 5 kunlik chaqaloq bilan. Mas'uliyat. То есть u payt internetlar ham yo'q edi-da. Mas'uliyat. Например, men misol uchun bitta maqsad qo'ydimmi, o'sha maqsadga yetishim kerak, borishim kerak. Mana bugun rosa planim buzadigan narsalar ko'p bo'ldi-da. Ba'zilar bor, telefonni prosta o'chiradi-da. Umuman tushuntirmaydi. To'g'rimi? Mana bor shunaqa odamlar. Uchrashuv belgilangan yoki podkast yoki nimadir belgilangandir. Prosta o'chiradi, yo'q bo'lib qoladi. Ertaga nimadir qilib tushuntiraman deydi-da. Menda hayotimda unaqa qilib uchramagan. Bor, men bilaman shunaqa odamlarni. Menda unaqa narsa yo'q. Men bugun juda ham ko'p, даже вот ertalabdan boshlandi-da bu narsa. Hozir agar uyimni ko'rsatsam, senga qo'rqib ketasan. Uyimda ham ustalar ishlayapti bir tarafida. Bir tarafida уборка ketyapti-da. Hamma narsa o'rtada, zalda bolalarim uxlab yotibdi, chunki kechasi bilan uxlamagan. Mana bundoq bo'lib yotibdi. Shu momentda men hozir uni kontrol qilyapman. Yana bitta yaqinimda muammo bo'lib qolgan, u ichki ishlar bilan связанный. Uni o'ylayapman. Yana hozir bu podkastgacha bordim. Yana nima? Boshqa syomkaga bordim-da. Men juda punktualniy odamman. Mana hozir 10 minut, 12 minut даже kech qolganimga, meni уже planim noto'g'ri ketdimi, men уже asabiylashishni boshlayman. Chunki menda hamma narsa cho'tki bo'lishi kerak. Bir tarafdan bu yomon. Bu juda yomon narsa. Chunki Xudoni ishlari degan narsa bor. To'g'rimi? Biz bilmaymiz nima bo'ladi, yo'lda nima bo'lib qolishi mumkin. Biz slishkom bu narsaga bog'lanishimiz kerak emas. Men shu narsadan chiqishim kerak, lekin giper ответственность чувствосida menda o'ynaydi. Shu odatim yomon. Lekin Madina opam, keling biz sizni obrazlaringiz haqida gaplashamiz. Ha. Hozir aytib o'tdingiz, mana shu Boburnomalar, ruboiylar yodlaganmiz, o'sha obrazlarni qilganmiz, tilla qoshlar taqib chiroyli bo'lib chiqqanmiz. O'sha paytdan boshlab bo'lgan ekanda shu narsa. Madina Ismoilovani o'zbek milliy kiyimlariga, milliy bir obrazlarga qanaqa bir eski rasmlarim bo'lgan ekanda. Eski rasmlarimni qo'yaman-ku, o'ylamanglar, hozir kiyyapti deb. Mana o'sha paytlar ham men yaxshi ko'rganman. O'zi yaxshi ko'raman shunaqa narsalarni. Qayerdan keladi bu ilhomlar? O'zingiz yaratasizmi mana shu obrazlaringizni yoki tayyorini olasizmi? Yo'q, tayyorini ham olaman. Mana bu tayyori. Bu misol uchun bitta magazin bor, Fashion House. O tayyor. Shunaqa Kstati, Fashion House'ga siz aytganingizdan keyin men ham bordim. Yoqdimi? Voy, rosa ko'p narsalar olib keldim. Maza qilib kiyganman-da. Voy, shunaqa yoqdi. Qaysidir bundan oldingi podkastimni ham, такой tilla adresi. O'sha yerdan Fashion House'dan olib. Mana bu ham Fashion House. Birinchidan hamyonbop. Ikkinchidan juda ham chiroyli.
Nimaga aytaymi? Chunki bu biznesni ochgan ayol o'zi juda ham chiroyli, o'zi tikkan kiyimlarni yaxshi ko'rib kiyadi. Man doim bu narsani aytganman. Meni ham shunaqa biznesim bo'lganda, men ham ishlab chiqarish qilganman kiyim. Juda ham zo'r ketardi. Hamma kiyardi, atmetka qilardi. Mana yaqinlargacha olmaydini, nechinchidir yil, o'sha 2015-yil olganmiz mana bu kiyimni sizdan deb yuborishadi-da. Qachon biznes rivojlanadi bunaqa biznes? Qachonki o'zing chiqargan kiyimni yaxshi ko'rib kiysang. Tasavvur qiling, men misol uchun kiyim chiqaraman-da, lekin o'sha kiyimni buni kiyamanmi deyman. Kim oladi meni? Men o'zim yaxshi ko'rmasam chiqargan kiyimimni. Shuning uchun men juda ham yaxshi ko'raman. Kimki o'zini mehnatini qadriga yetib yaxshi ko'rib agar odamlarga tavsiya qilsa, reklama qilsa, men olgim keladi, qo'llagim keladi shu ayollarni. Mana Nodira Abdurahmonova, Nadiuz. U ham o'zi chiqargan kiyimlarni yaxshi ko'rib kiyadi-da. Shunaqa addushi gapirib beradi. O'sha oxiri yozdi mana kuni отписка qilaman sendan уже dedim. Hamma puling shu sen anaqa tavsiya qilgan narsalarga ketyapti dedim-da. Chunki olging keladi. Nimaga? Ko'zi chaqnaydi-da, yonadi. Menda shunaqa siz bilan. Siz tavsiya qilgan narsani sразу borib olgim keladi-da, menda ham. Juda chiroyli. Chunki men o'zim yaxshi ko'raman-da. O'zim yaxshi ko'raman. Chiroyli tavsiya qilasiz. Addushi kiyaman. Men buni u juma kuni millilik kiyish uchun emas, yoki kimdir majburlagani uchun emas. Men o'zim xohlayman. Chunki bu kiyim men uchun ham qulay, ham bir pasda. Mana hozir oldingi syomkada boshqa kiyim deydim. Shundoq kirdimda, kiyimimni alishtiribsa, hamma menga qarab turibdi. Chunki o'zim bilan olib keldim, sразу kiyindimda, kiyinib chiqdim. Men yaxshi ko'raman bu narsani. Nima uchun bizani kiyimlarni chet elliklar ko'ziga surtib kiyadi? Nima uchun biz pisand qilmaymiz? Biz to'yganmiz-da bu narsaga, menimcha. Bilmadim. Odamlar yonida oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi-yu, shunaqa momenti ham bor-da. Balki bo'lishi mumkin. Madina Ismoilovani o'zi qanaqadir bir o'zlarini vizitni kartochkalari bor-da. Men qachonki qaysi bir tadbirda sizni ko'rmay, albatta qanaqadir milliy elementingiz bo'ladi har doim sizni. Bu narsa bilan siz nimani targ'ib qilasiz, Madina? Bu narsa bilan men O'zbekistonni dunyo tanishini xohlayman. Именно O'zbekistonni o'zini vizitni kartochkalari bor-da. Men bilmayman, balkim endi menga o'xshaganlar ko'p. Misol uchun vatanparvarlarda tilda emas. Realni O'zbekistonni yaxshi ko'radiganlar. Men ko'p ko'rsataman, viloyatlarga chiqsam maza qilaman deb. Shunaqa bo'ladi. Men Instagramda aytaman, chaqiringlar, meni viloyatga mehmonga deyman, umuman tanimagan odamlarimnikiga mehmonga borishim mumkin. Shunda oddiy qishloq hayotida yashab kelishim mumkin. Maza qilaman. Xo'jayinimga ham aytaman, nimaga anaqa Toshkentga kelsam, hamma joyim og'rishni boshlaydi. Nimagadir boshlarim og'riydi, davleniyam chiqishni boshlaydi. Nima uchun? Viloyatda shuncha harakat qilib, peshkom yursam ham, boshqa qilsam ham hech qatim og'rimaydi deyman-da. Keyin aytadilarki, havodan deylar. Baribir bizda havo unaqa toza emas. Endi mashinalar ko'p. To'g'ri. Baribir bo'lgani uchun ham. Men juda ham yaxshi ko'raman Toshkentni. Men shu o'zimni sog'liq taraflama viloyatlarda ob-havosi tozaroq joylarda yaxshi his qilaman-da. Men ham aslida chet mana shu viloyatlarga chiqib kelsam, juda ham maza qilib kelaman, boshqacha bo'lib kelaman. Boshqacha. Ovqatni ham, misol uchun, qanaqadir ovqatlarni, qatuvlarni ichsang, anaqa naturalniy produktlarda. Bu anaqa menda, men o'ylaymanki, qaysidir videomda, misol uchun, milliy narsani yoki milliy joyni, mana bu videolarimda qanaqadir tarixiy joylarni agar chet elliklarni ko'zi tushib qolishi mumkin, qiziqishi mumkin, keyin kiradi, ko'radi, что men O'zbekistondanman, voy O'zbekiston qayerkan bu deb kartadan qidiradi deb o'ylayman. Men даже bir o'zim bo'lsam ham, men shu narsani sekin qilishni xohlayman, chunki menga juda ham ko'p Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Rossiyaliklar yozadi. Qayerdan olsam bo'ladi yoki bu joy qayerda? Tushuntiring. Biz O'zbekistonga boramiz. O'shanda bormoqchi biz bu joyga deb yozadi. Shundan ham bilamanki, demak, men nima deydi,
qanaqadir o'ylab topmayapman bu narsani. Demak, bu narsa rostdan shunaqa ishlaydi. Man bu narsani qilishda davom etaman deymanda. Shu uchun ham tarixiy joylarga boraman, viloyatlarga chiqaman, milliy kiyimlarni kiyaman. Alohida proyektim ham bor. Aylanay uz. Nima ekan u? Alohida Instagram. Aylanay bu o'zbekcha ikkita ma'noni anglatadi. Ham aylanay deb erkalab gapiramiz, ham aylanay bu aylanaman. Aylanaman. Noldan boshlaganman. Travel proyekt получается. Da. Turizm, travel, чтоб chet elliklar mana kirib qanaqadir joylarni, lokatsiyalarni ko'rishi uchun ochganman. Noldan boshlaganman. Yaqinda qarasam 1300 ta подписчик bo'libdi. Lekin axvatlar 500 ming, 600 mingta odam ko'rgan. Zo'r. Aslida hozir ko'pgina eshiklar ochilgan, dunyoni eshiklari va shu qatori O'zbekistonning ham eshiklari ochiq bo'lgani uchun butun dunyoni nazari hozir O'zbekistonda. Ko'pchilik kelish holida, biz masalan chet elga ham ko'p borganimizda sizlar qayerdan sizlar deb savol berishsa, chet elliklar mana Italiyadagilar juda ham yaxshi ko'rishadi O'zbekistonni, Shvetsariya yaxshi ko'radi. Biza O'zbekistondamiz desak, ha, Samarqand, Buxoro, Xiva deyishadi. Albatta mana shu o'zimizni tarixiy joylarimizni qanchalik ko'p targ'ib qilsak, shunchalik haqiqatda ham Albatta. hozirgi ijtimoiy tarmoqlarni borligini plus tomoni ham shuda. Uyda o'tirib ham ko'rishadi shu joylarni va talpinishni boshlashadi, kelish xohlashadi. Men даже Buxoroga borganimizda qizlarga aytdim-da, nima uchun hamma Galata bashniga borib cheescake yeydi? Kelinglar, minorai kolonni fonida cheescake yeymiz biz ham dedim. Lekin hech kim mana shu videoni ko'pchilik ko'rdi, lekin hech kim поддержка qilib challenjda olib ketmadi-da. Ko'rmayman. To'g'rimi? Lekin bizanikilar borib Galata bashniyani oldida очередь kutib o'sha cheescake'ni yeb keladi. Lekin bizani minorai kolonni to'g'risida shunaqa zo'r kafenya bor. Oynasi ochilsa minorai kolon Ikkitani oilani ichida o'tirgan. shunaqa chiroyli ko'rinadi. Yoki minorai kolonni yon boshiga borib, o'sha shundoq ko'chasida ham olinsa qanaqa chiroyli kadrlar. To'g'ri. O'zbekistonda aslida bunaqa kadrli qilsa bo'ladigan joylar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Va bu narsani haqiqatda ham targ'ib qilish kerak. Va Madina opa, siz вообще sizga gap yo'q. Ham milliyligimizni, ham kiyimlarimizni, ham O'zbekistonni bir ko'pchilik bilmagan joylarini, yerini ko'rsatasiz-da. Даже mana shu o'zimizni vatanimizdagi o'zimizdan o'zbeklar ham bilmagan joylarni ochib ko'rsatib berasiz. Masalan, yaqinda borgan joyingizni, masalan, men bilmasdim bunaqa joy borligini ham. Suv tusharga borib keldim. Shar-sharlar, juda ham chiroyli narsalar aytasiz-da. Oxirgi marta Madina opa qachon chin dildan yig'lagansiz? Ertalabdan buyon yig'lagim kelyotgandi, lekin chidab kelyotgandim. Keling, yig'lab berasiz. Voy, yo'q, hozir men juda xunuk yig'layman. Sharmanda bo'lib ketaman. Keyin hamma именно yig'lagan joyimni kesadi-da, hamma shu videodan. Tarqatib yoradi. Dushmanlarim ko'p. Siz ham dushmanlaringiz bormi? Voy, конечно. 3 kundan buyon hater erkaklarni sharmanda qilish bilan ovoraman. Rasmini chiqarib. Nimaga? Chunki juda ham erkaklar nima deydi? Ayollarni hurmat qilmaydi. Naqalar ko'p aslida. Umuman hurmat qilmaydi. Men shu narsani yetkazmoqchiman точечно. Mayli, bu narsa menga qiyin bo'lar. 100 ta, 200 ta, 300 ta erkakni mana shunaqa sharmanda postlarini chiqararman. Lekin o'sha erkaklar chiqargan erkaklarim уже tushunadi. Что men bundoq sharmanda bo'lish kerak. Har xil kommentariy ayollarga qoldirmaydi. Mayli, millionta bo'lsin yomon kommentariy yozadigan erkaklar. Lekin o'sha 100 tasiga yetkazayman shu narsani, 100 taga kamayadi. Men shu narsaga kirishdim 3 kundan buyon. Lekin natija bo'lyapti. Chunki ular kommentariyni o'chiryapti. O'ziga kirib o'chirib chiqishyapti. Kommentariyini o'chiryapti-da, chunki kommentariy o'chsa, meni reelsim ham o'chadi-da. Men ularni kommentariyasiga bosib добавить в reels qilaman-ku. Keyin ularni shundoq basharalarini qo'yibman-da, profiliga kirib screen qilyapman-da. O'sha gapi bilan qo'yib qo'yibman. Qaranglar, mana shu gapni erkak kishi yozgan deb.
Mana yaqinda dugoningiz Umida Jamalovani ham adalari o'tib qoldi. Maniyam otam o'tib ketganlariga 7 yil bo'ldi. Sizdayam adingizlar judayam bir kutilmagan holatda yo'qotgan ekansizlar deysiz, to'g'ri? Kutilmagan holatda bo'lgan. Shu oy juda ajoyib anaqa bo'ldi. O'tgan oy desam ham bo'ladi. Iyunda bitta o'rtog'im adasini yo'qotdi. Yaqin o'rtog'im. Keyin Umida opamni adalari. Keyin Abiz ukamni adasi. O'tgan kun. Abizni adasi. Men adamni 2007-yil adam avariyada anaqa avariya bo'lib halok bo'lganlar. Eng qizig'i tug'ilgan kunlariga borganman-da. Tug'ilgan kunlari 25-mart bo'lsa, o'sha qaytishim kerak bo'lgan. 25-fevral tug'ilgan kunlari qaytishim kerak bo'lgan. 2-3 kun turib, ikkita farzandim bilan. Keyin adam voy qol maishat qilamiz. Rosa adam yaxshi ko'rardilar shunaqa. Mayovkalarga, maishatlarga, restoranlarga olib borish. Menimcha shu jihatim adamga o'xshatish kerak meni. Qolgin bir hafta maishat qilamiz dedilar. Keyin xo'p, qolsam nima qilibdi dedim-da, qoldim. Keyin qoldim-da, bir hafta turdik. 1-mart kuni adam kuzatdilar, elektrichkada Afrosiyobda kuzatdilar-da, hech anaqaga peronga chiqmasdilar-da. Prям poyezdni ichigacha olib kirib qo'ydilar. Keyin kichkina qizim peronda ana shokolad narsa sotadiganlarni ko'rib qoldi-da. Keyin shokolad deb yig'ladi. Sevinch qizim. Keyin bizani kirgizib o'tirg'izdilar-da, shunday yugurib ketdilar-da, o'zlari bir paket Snickers, Mars, har xil shokoladlarni bir paket qilib olib kirib berdilar-da. Keyin aytdilarki, bu poyezd zo'r ekan-a, dedilar ichiga kirib. Keyingi safar mashinada emas, shu poyezdda boraman dedilarmi? Shunaqa gap qildilar-da. Keyin poyezd yurdi-da, peronda turib, mana bunaqa qilib turdilar. Вообще hozir eslasam gapirmay dedim senga shu. O'sha kartina ko'z oldingizda qolganda oxirgi, to'g'rimi? Otangizni oxirgi marta ko'rgan. Hech shunaqa qilmasdilar dedim-da. Ertasi kuni telefon qilishdi. Soat 10larda. Manimcha qiz bolaga eng og'irliklaridan shunisi otani yo'qotish. Xuddi bir qanaqadir oporani yo'qotganda yo'qotadi-da inson. Oyoqda turish qiyin bo'lib qoladi ota bo'lmasa. Qiz bolaga Rost men o'ylaymanki, men adam bilan juda yaqin edim-da. Kecha Umida opam bilan ham gaplashib o'tirdik-da. Kechasi telefon qildim. Bo'shroqdirlar deb-da. Men hozir Umida opamni juda ham yaxshi tushunyapman. Chunki ular ham adalari bilan xuddi bizdek отношенияda edilar-da. Men institutda o'qib yurgan paytlarim ham dadam to'satdan kelishlari mumkin edi. Ketdik restoranga, maza qilamiz dedilar. Keyin qanaqadir gaplar bo'lsa yoki misol uchun pul so'rash kerak bo'lsa, endi ko'pchilik adasidan so'rolmaydi-ku. Lekin menda unaqa muammo yo'q edi-da. Eslayman, farzandli bo'lganimda ham adam bilan bitta divanda quchoqlashib yotib kino ko'rishni yaxshi ko'rardik-da. Anaqa to'yimdan oldin ham shunaqa edi. Oyim baqirardilar-da. Katta ho'kizdek qizlar adasi bilan quchoqlashib yotibdi. Bularni qanaqa yerga beramanman deb dod qilardilar-da. Lekin nima deydi? Adam shunaqa bolajon edilar-da. Keyin qayergadir borsang, agar uzun ko'ylakli kiyib chiqsang, bu nima lo'li yurish? Bor, shorti maykangni kiyib chiq derdilar-da. Shunaqa bir hayotdan anaqa hayot yaxshi ko'radigan odam edilar-da. Keyin bolali ham bo'lib, o'sha divan
adam, man, televizor qo'yilgan terrasada yotsam, oyim yana gapirardilar. Bu ergayam tegdi, 2 bolali bo'ldi, hali bu odatlari qolmadi debdi. Особенно o'sha paytlar maktabda bo'lardi-ku, maktabda yigitlar qizlarga xat yozardi-ku, anaqa sevgi xatimi nima deyir. Shunaqa agar xatlar kelib qolsa, adamga berardim-da. Shunchalik biz yaqin edik-da. Juda og'ir bo'lgan. Balkim yaqinligimiz adam meni yaxshi ko'rardilar, men babushkamga o'xshayman, onamga, adam oilariga. Yaqindayam anaqa marosimga borib keldik Samarqandda. Qarindoshlarimiz ko'rib aytadi, rossa onangga o'xshaydigan bo'psan. Shunaqa zelenoglazaya, ko'zlari ko'k, oq sariqdan kelgan ayol deb aytishadi. Men eslolmayman babushkamni. Balkim shu uchunmi adam yaqin ko'rardilar, meni boshqacha yaxshi ko'rardilar. Lekin men rossa qiyin bo'lgan menga. Не только menga, ukalarimga ham qiyin bo'lgan. Chunki nima deydi, adam borliklarida umuman muammo bilmagan biz-da. Umuman. Chunki dadam uchun muammo несуществующий narsa edi-da. Shu ham muammomidirdilar. Balkim shu uchunmi biza sinib qolganmiz-da, ozgina ruhan. Lekin baribir men aytaman-da, adam shunaqaliklari uchun o'zim ham по жизни shunaqa-da. Bir asabiylashib olaman, qanaqadir problema, muammo bo'lsa keyin aytaman, hal qilsa bo'ladi deyman-da. Shunaqa nima deb o'ylaysiz? Adezlar mana turmush o'rtog'ingizga sizni topshirdilar. Yaxshi insonni qo'liga berdilar-ku, to'g'rimi? Albatta, biza xo'jayinim bilan bir-birimizni umuman ko'rmaganmiz. Yo'q. Eskichasiga rasmni ko'rsatishgan bir-birimizga, bo'ldi, sen bunga uylanasan, sen bunga tegasan deyishgan. Dodvoy qilganman. Lekin hech qanaqa dodvoy o'tmagan. Bo'pti, tegaman, 3 oydan keyin ajrayman deb o'zimga plan qilganman. Qarabsizlarki, 26 yildan buyon yashamonman. Baribir endi balkim hamma случайda bu narsa ishlamas, ota-ona bilar ekan, baribir. Farzandiga to'g'ri keladigan insonni bari ota-ona tanlay oladi. Biladi. To'g'rimi? Xo'jayinim tim bo'li meni rosa tarbiyaladilar. Men o'ylaymanki, yaxshi tomonga tarbiyaladilar, chunki men juda ham erka, tantiq bo'lganman-da. Boya aytganimdek, как бы problem нет, да, вот не существует проблем, да. Bo'lganman, решала bo'lganman vaqtida. Lekin baribir xo'jayinimga qarab, men bunaqa yashasa bo'lar ekan, men bunaqa bo'lar. Chunki xo'jayinim samoстоятельный odamni ko'rganman-da. Trezva fikrlaydigan, o'zi qaror qabul qiladigan, hamma narsani o'zi hal qila oladigan insonni ko'rganman-da. Keyin men aytganman, nima постоянно problema bo'lsa, aya, dada, hal qilib bering, tam mana shunaqa narsalar. Mana shundoq suyangan tog'im bor ekan-ku yonimda. Yo'q, men ularda primer ko'rganman o'zim uchun. Что mana ular ham o'zlari-ku, mana hech qanaqa yuklarni ota-onalariga osib qo'yganlari yo'q deb o'ylaganman-da. Keyin menga sekin-sekin tushuntirganlar. Sen agar men bunaqa qilsang, sen meni g'ururimni birinchi o'rinda topdiysan. Sen meni sharmanda qilasan. Sen-ku xohlagan narsangga erishasan, lekin men to'g'rimda nima deb o'ylashadi? Bitta xotinni boqolmayapti deb o'ylashadimi? Sen meni reputatsiyamni shunaqa yerga urmoqchimisan deb tushuntirganlar-da. Keyin men aytganman, rostdan ham deganman-da. Keyin уже mana shunaqa qilib tushuntirib, meni rosa o'zgartirganlar. Qaynonangiz bilan yashaganmisiz? Qanaqa munosabatlar? 1 yil yashaganman. Yaxshi, hozir yaxshi. Endi boshida yaxshi bo'lmagan momentlari bo'lgan. Lekin xo'jayinim o'shanda aytganlar, oralaringda nima bo'ladi, meni не касается. Qanaqa xohlasanglar, o'zlaring hal qilasizlar, mengacha yetib kelmasin, chunki hech kimni tarafini yonini olmayman deganlar. Biz ikkita ayol tushunganmiz bu narsani, keyinchalik muammo bo'lsa ham biz
o'zaro hal qilgan biza. Keyin nima deydi, man gaplashadigan odamman. Muammo bormi, man tap etib gapiraman, joyida hal qilaman. Qila olasiz. Qila olmayman, unaqa xo'mriyib, xafa bo'lib yuradigan odatim yo'q. Menga lучше tap etaman, hal qilaman. Вот, qaysidir joyi kelganda men tilimni tiyganman, og'zimni yopganman, chunki oyim bitta yaxshi ko'rgan gaplari bor ekan. Ovozingni o'chir. Ovozingni o'chir, gapirma. Jim bo'ldirdilar-da. Keyin nimaga jim bo'lishim kerak? Tushunmasdim-da. Nimaga? Men nepravmasman-ku, nimaga aytish kerak desa o'chirdirdilar oyim. Hozirgi vaqtda bilaman, ayam rosa to'g'ri qilgan ekanlar. Joyi kelganda ovozni o'chirishni ham bilish kerak ekan. Shunda yutar ekan odam. Hozirgi masalan qaynonasi bilan ozgina muammoli bo'layotgan kelinlarga nima tavsiya, nima maslahat bergan bo'lardingiz? Vaqtida og'izlaringni yopinglar. Eng asosiysi shu deng. Bitta narsani aytolmayman. Vaqt o'zgaryapti, zamon o'zgaryapti. Endi в дальнейшем уже kelinlarga oson bo'ladi. Chunki biza oldingi qaynonalardek qaynona bo'lmaymiz. Уже bizani pokolenyalarimiz, biza уже boshqacha bo'lamiz, xudo xolasa. Shu uchun qanaqadir qaynona kelin temalarini обсуждать qilishdan oldin men aytaman, qizlar, давайте o'zimizdan boshlaymiz. O'zimizdan boshlaylik, mana biza bo'laylik, boshqacha qaynona, mana tanqid qilyapmiz-ku, bizga yoqmayapti-ku qaysidir qaynonalar. Kelinglar, biz o'zimiz xohlagandek qaynona bo'lamiz deb primer bo'lib ko'rsatamiz. Bizga ergashadi. 10 kishi ergashadi, 100 kishi, 1000 kishi. To'g'ri. Biza, balkim bizani qo'limizdadir shu narsani o'zgartirish. Biz o'sha pokoleniya deydi-yu. Men misol uchun o'zimga javob bera olaman. Men shunaqa o'g'il tarbiya qilaman, xudo xolasa. Bitta baxtli ayolni baxtli qiladigan erkak tarbiya qila olaman. Inshaalloh. Chunki hozirdan ham misol uchun даже o'qituvchisiga gul tanlasa, o'g'lim просто tak, gul kerak ekan demaydi. Menga yaxshi gul kerak, men o'zim borib tanlayman deydi o'qituvchisiga. Endi bilmayman, ko'chada baribir bilinadi, lekin shu paytgacha o'g'lim qaysidir qizni haqorat qilgani yoki yerga urgani, behurmat qilganini hali misol uchun maktabdan eshitmaganman. Madina opam, to'g'ri, biza hozir o'sha pokoleniya ayollarimiz orqamizda bir qanaqadir balkim qiynalganidanmi, balkim qanaqadir bir hayot tarzidan kelib chiqqan holda qiyinchiliklarga uchragan ayollar bilan yashab, balkim biz ham qiynalgandirmiz, o'sha insonlarni qaynona deb yomon deb gapirgandirmiz, lekin biz o'zimizdan kelib chiqqan holda o'zimiz shunaqa bir zo'r qaynona bo'laylikki, shu tema yopilsin deyapsiz, to'g'ri? Lekin mana shu o'sayotgan qizlar, bo'lajak kelinlarga shunaqa bizadagi qaynonalar bilan til topa olishi uchun nima maslahat bergan bo'lardingiz? Eng qisqa yo'lini. Mana siz bilan masalan uyingizga kelin keldi. O'sha kelin balkim hozir shu podcastni ko'rayotgandir. Deylik. O'sha kelinga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Nima maslahat bera olaman? Yaxshi komfortni bitta uyda, bitta xonadonda yashay olish. Men bilan ochiq bo'lish kerak. Avvalambor men kelin bilan turmayman, srazu aytib qo'yaydi. Bitta o'g'il bo'lishiga qaramasdan. Yo'q. Mana xuddi shuni. Bitta o'g'il bo'lsa ham turmayman. Men bilan ochiq bo'lish kerak. Pismiq bo'lmaslik kerak. Men bilan yashaydigan kelin fikrini aniq, dadil aytadigan bo'lish kerak. Mijinglamasdan. Anaqa bor-ku, mamnaqa qilib, anaqa bitta gapim bor edi, yo'q. Вот menga nimadir kerak bo'ldimi, nimadir не устраиваетmi, men bilan gaplashish kerak. Shunda olam guliston. Конечно же, endi mana ko'p anaqalar aytadi, voy, ovqat pishirishni bilmasa ham bo'ladi, unaqa bunaqa. Men o'ylaymanki, mana Ra'no Yarashevani videolariga ham men ham gapirdim. Ra'no Yarasheva gapirgan videoda, lekin Ra'no Yarashevani ham videolarida misol uchun 50% haq gap bor.
Lekin ular ozgina minnatchilik bilan gapirib o'tdilar. Uy berib qo'yimman-ku, o'g'limni berib qo'yimman-ku, mana shuncha mol dunyoni berib qo'yimman-ku, qilasan-da debdi. Hech kim xizmatkor bo'lib kelmaydi hech kim o'yiga. Lekin bitta oilaga keldingmi, oila tashkil etildimi, shu oilada ovqat yeyishlari kerakmi? Uy toza bo'lish kerakmi? O'zi uchun ham baribir o'zini ota uyida ham qilganda shu ishni deyman. Men o'ylaymanki, hech qaysi qiz bola voy umuman po'lam artmayman, changam artmayman, ovqat ham qilmayman deb erga tegmaydi. Endi men bunga ishontirish qiyin, chunki meni atrofimdagi hamma qizlar, o'rtoqlarimning qizlari ro'zg'or bob qizlar. Uyda ham ish qiladi, qayergadir mehmonga olib borsak ham mehmonda ham turib ishlarini qiladi-da. Men o'ylaymanki, что har bir qiz yangi oilasiga yaxshi niyatda keladi. Albatta. Birinchidan qaynanalar cho'ridek qaramasligi kerak. No, bitta narsa. Men endi qizlarni bilmayman fikrini. No, men endi qaynanalarning orasida yuraman-ku. Shunaqa qaynanalar bor. Ular o'sha oldindan kelinni xizmatkor o'rnida ko'rib gapiradi. Hali kelin kelmagan. Lekin mana hali kelinim kelsa, vse hamma ishni oladi, ro'zg'ori topshiraman. To'g'ri, ro'zg'or topshirish kerak. Lekin hamma ishni oladi, hamma ishni qiladi. Men bunaqa qildiraman, men bunaqa soatda turadi deb uje plan qilish noto'g'ri emasmikin deyman. Menimcha noto'g'ri. Chunki o'zini o'zim Madina shunaqa qaynona bilan yashagan. Meni qaynonam yuzimga qarab aytardilar. Kelin, это обслуживающий персонал. Даже mehmonlar kelsa, bunda choy qo'yib, choy uzatdim-ku, bo'ldi borib turing oshxonada siz joyingiz deb, понимаете? Mehmonlar oldida aytardilar. Kelin, обслуживающий персонал. Siz joyingiz bu yerda emas deb. Vot o'sha uchun aytmoqchiman. Qanaqa muomala qilsang, shunaqa muomala olasan. Kelin to'g'ri, mana ko'plar farzandim deydi. No, men ishonmayman. Misol uchun, kelinni farzandidek ko'radiganlar kam. Baribir-da, endi o'zi tug'magan-ku, qanaqasiga farzandim deb ko'rishi mumkin. Даже kelin farzandini ayoli bo'lib ko'rganda ham yaxshi ko'rish mumkin. O'rtoqlarimizni yaxshi ko'ramiz-ku, to'g'rimi? O'rtoqlarimizni bolalarini yaxshi ko'ramiz, jiyanlarimizni yaxshi ko'ramiz. Ya'ni men demoqchimanki, o'sha kelinni ham yaxshi ko'rish mumkin. Lekin подобающий muomala qilsang, u kelin ham mehr beradimi? To'g'ri. Turtkilasang, kamchilik topsang, farzandlarimizda kamchilik yo'qmi? Mana qizlarimizda. Men hozir qizlarimning kamchiligini sanab berishim mumkin. Men qizlarimdan ham kamchilik topaman. Соответственно, kimdir meni uyimga kelyaptimi, kelin bo'lib, uni ham kamchiligi bo'lgan. Lekin misol uchun aytsak, o'rgatsak, yaxshi, normalni, urushib emas, normalni o'rgatsak, qabul qiladi. Любой kelin qabul qiladi. To'g'ri. Muomalaga yarasha hamma narsa. Даже do'st tanlayotganimizda ham, dugona tanlayotganimizda ham ozgina ko'yniga qarab munosabat qilamiz-ku. Shu To'ppa-to'g'ri. Yillar davomida urishgandan do'st bo'lib ketmaydi-ku. Kichkina urushgan sari yoki qanaqadir kamchiligini qidirgan sari o'sha do'stlik ham tarqab ketadi. Xuddi shunaqa oilaviy kelin qaynona munosabat ham. Agarda qidiraversa, ko'vlayversa, kamchilik qidirsa, kelinmi, qaynonami farqi yo'q. Bu munosabat bo'lmaydi. Connect bo'lmaydi. To'g'ri aytyapsiz. Kosmetolog, diyetolog, ekspert, shaxsiy brend, bloger, biznes egasi, tadbirkor ayol, uyda o'tirib o'z biznesini zo'r rivojlantirgan, shaxsiy brendini ustida ishlayotgan ayol. Siz shundaymisiz? Siz o'z sohangizdagi eng zo'r ekspertsiz, ammo obunachi yo'q, mijozi yo'q, prosmotrlar yo'q. Buning uchun sizlarga zo'r yechim taklif qilaman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda sizdagi ekspertlar juda ham ko'p. Ishoning, har bittasini mijozi, har bittasini o'zini obunachisi bor. Sizlarga o'zingiz haqingizda juda ko'p insonlarga ma'lum qilish va ekspertligingizni ochib berishni eng zamonaviy imkoniyati bu foydali suhbatda ekspert bo'lib qatnashish. Agarda siz foydali suhbat podkastimizda ekspert bo'lib kelish xohishingiz bo'lsa, mana shu video tagida ko'rsatilgan Telegram botga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizni mana shu foydali suhbat podkastimizda ekspert sifatida kutamiz. Madina opa, 30 yildan keyin nabiralaringiz mana shu intervyuni ko'rishsa,
eng esligida qoladigan joyi qaysi bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Men sizlarni judayam kutyapman. Da. Men o'ylaymanki, yaqin yillarda sizlar bizlarni hayotimizda, mani hayotimda paydo bo'lasizlar va уже kontent planim yozilgan. Menimcha ularni eng esda qoladigan joyi blitz oпрос bo'lishi kerak. Tayyormisiz blitz oprosga? Давай. Hozir biz siz bilan bo'lmasa blitz opros o'tkazamiz. Blitz oprosimizda men sizga savol beraman va 3-5 soniyalik qisqa tez javob berishingiz kerak. O'ylamasdan javob berishingiz kerak. Shuning uchun ham blitz opros. Madina opa, oxirgi marta qachon chin dildan baxtli bo'lgansiz? Chin dildan Baxtni his qilgansiz oxirgisi. Tez javob bering. ko'p bo'lganda bunaqa men bilan. Oxirgisini so'rayapman. Samim past. Oxirgisi 10,000 dollar ishlaganim. Ana. Da, o'sha paytdan prям kapalaklar uchib ketdi. Ana. Qashshoqlikmi yoki yolg'izlik? Qaysi biri qo'rqinchliroq? Qashshoqlik. Nega? Men uchun shunaqa. Xo'p. Muhabbatmi yoki hurmatmi? Hurmat. Yo'qotganingizdan xursand bo'lgan narsangiz bormi? Keraksiz insonlar hayotimdek. Bugun sizni bir so'z bilan qanday ta'riflash mumkin? Bugun Hozir danli moment bir so'z. danli moment. Charchagan, yig'lagisi kelgan ayol. Hayotingizdagi eng qimmat saboq, urok. Odamlarni idealizировать qilishim. Agarda Instagramda bir nimanidir taqiqlash mumkin bo'lsa, siz nimani taqiqlagan bo'lardingiz? Yolg'on hayotni Instagramga qo'yishi. Farzandlaringizga faqat bitta fazilat qoldirish imkoni bo'lsa, qaysi fazilatni tanlagan bo'lardingiz? Halollik. Odamlar sizni birinchi marta ko'rganda siz haqingizda qanday taassurot oladi? Urushqoq. Men lekin unaqa deb o'ylamayman sizni. Da? Da, men sizni просто прямолинейный ayol deb o'ylayman. Прямолинейности urushqoq hisoblashadi. Chunki buni betga choparam deyishadi, cho'rtga saram deyishadi. No, aslida to'g'risini aytganing yaxshi emasmi orqasidan gapirib yurganingdan ko'ra? Значит, men ham urushqoq ekanman. Da. No, odamlarga qulay. Urushqoq deb o'ylash. Sizningcha ayollarni, вообще ayol kishini haqiqiy go'zalligi nimada? Fahm farosatida. Farosatda. To'g'rimi? Har kuni o'zingiz uchun qiladigan eng muhim odatingiz qaysi? Vitamin ichishim va ertalab kechqurun uxlab qilishim. Sizni doim energiyaga to'ldirib turadigan narsa nima? Energiyaga Tez javob berishingiz kerak. Birinchi xayolingizga kelgan narsani ayting. pul. Mana ham, kстати. Da, pulim bo'lsa настроением zo'r bo'ladi. Tashqi ko'rinish va ichki xotirjamlik o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Pulding. Tashqi xotirjamlik Tashqi ko'rinish va ichki xotirjamlik o'rtasida qanday bog'liqlik bor? xafa bo'lasan, lekin yana aytaman, pul. Qo'shilaman. Nimaga shunaqa bo'ldi? Chunki Pulga o'ch odam emasman, lekin hamma narsa pulga bog'liq baribir. hozirgi kunda ko'p narsa shunga bog'liq bo'lgani uchunday pulingiz bo'lib Yaxshi ko'rinishing uchun puling bo'lishi kerak. sog'lom Xotirjamlik bo'lish uchun ham pul bo'lish. bo'lishi uchun ham puling bo'lsa xotirjamsan-da. Da. Afsuski haqiqat shu bo'lib qoldi. O'zingizni parvarish qilishni qachon boshlagansiz? Parvarish qilishda menimcha adashmasam shu 24-25 yoshimdan. Muvaffaqiyat siz uchun o'zi nimani anglatadi? Не знаю, Lobar. Blogerlik faoliyatingizni boshlashga nima turtki bo'lgan? Bloger emasman. Bloger emasman. Nimaga Ijtimoiy- Instagram ochgansiz? Yo'q, men Instagramdan mashhur bo'lmaganman. Mayli, xo'p. Na minutочку, Facebookdan Deylik. Facebookdan bo'lganman. Qanaqa mashhur bo'lganman deb o'ylaysan? Nimadan tanishgan deb o'ylaysan? Sahifamdanmi? Endi bilmadim. Yo'q. U payti yo'q edim Toshkentda, Man- O'zbekistonda. Troll bo'lganman. Troll nimaligini bilasan-a? Yo'q. Troll это bu shunaqa insonlar o'zini fikrini kommentariylarda yozadi. Hater.
hozir hater deyiladi. Biza paytimizda troll deyilardi. Hater bu negativ yozadi. Yolg'on bo'xton yozishi mumkin. Trolllar o'zini fikrini imенно kommentariyalarni tagida qisqa emas, shundoq qilib yozadi-da. Doston qilib. Doston qilib yozadi. Men o'sha trollardan bo'lganman. Menga asosan odamlar podpisываться qilgan mani kommentariyalarimi o'qib. Chunki men o'zimni fikrimni shunaqa qilardimki, men oxirgi so'z menda qolish kerak edi. O'sha vetkada, kommentariy vetkasida oxirgi so'z meniki bo'lardi. Oxirgacha borardingiz. Borardim. O'sha odamlar charchab ketardi, yozmayman shunga derdi. Chunki nimadir yozsa argument bilan kelib javob yozib ketardim-da. Eng esingizda qolgan va eng uzoq yozishgan mana shunaqa nima deydi? Hozir eslolmayman. Kommentariyingiz qanaqa bo'lgan? Uzoq davom etgan. Mana oxirgi nuqtani baribir o'zim qo'yganman deb aytoladigan. Dinozavrlar to'g'risida nimadir edi-da. Dinozavrlar to'g'risida edi, eslolmayman. Bu narsa keyin mem bo'lib Facebookka tarqagan. Hamma kulgan, hozir eslolmayman, rosti. Juda ham qiziq. Facebook ochib ko'rishim kerak shu narsani. Tak, как раз savolimiz ham shu ekan. Haterlar yoki tanqidlarni qanday qabul qilasiz? Juda yaxshi qabul qilaman. Men yaxshi ko'raman haterlarni. O'zi troll bo'lganingiz uchun bularni yaxshi ko'raman. Yo'q, nima uchun yaxshi ko'raman? Instagramda haterlarning funksiyasi boshqa. Facebookda boshqa. Facebookda bo'lay осознанный odamlar o'tiradi. Facebookda o'zini fikriga ega insonlar o'tiradi-da. Ularni даже hate kommentariyalarni o'qisang, sporit qilgin keladi ular bilan. To есть jahl bilan emas. Instagramda ular shaxsiyatga tegadi. Facebookda shaxsiyatga tegmaydi trolllar, haterlar. Jahl bilan emas, aql bilan yo'q, yoziladi. aql bilan yoziladi. Bu yerda imенно shaxsiyatingga tegadi Instagramda. Ular вообще men даже hater emas, boshqacha so'z bilan ta'riflardim. Ular Instagramda nimaga men xursand bo'laman? Axvatingni ko'taradi. Haterlarning borligi albatta axvatlarni ko'taradi, lekin negativ ko'p bo'lsa baribir yaxshi emas-da. Bilmadim, menda Siz unaqa ko'ngilingizga olmaysiz u narsani. menda ko'p ham bo'lmaydi, lobar. Mana oxirgisi shu bitta postimda bo'lyapti. Oxirgisi o'shda ham juda ko'p erkaklar. Imенно erkaklar sizni hate qilishadi. Erkaklar meni emas. Mani qizimni imенно внешностini hate qilyapti-da. Вот katta erkaklar. Men nima qilyapman? Men o'sha kommentariyga post qilyapman-da, o'sha erkaklarni rasmini qo'yib, o'sha yozgan kommentariyini shunda basharasiga yopishtirib qo'yyapman. Nima bo'lyapti deb o'ylaysan? Ular buni bilib qolib kommentariyini o'chiryapti. Kommentariyni o'chirsa, men u kommentariy orqali sozdать qilgan postim ham o'chadi-ku. Ungacha necha mingta odam ko'ryapti deb o'ylaysan? 1 soat, 1,5 soatda почти 100 mingta odam ko'ryapti ularning yuzini, yozgan kommentariyasini. Shunaqa qilib, mana shu haterlarni yo'qotish va mayli o'sha keyingi safar yozayotganda o'ylab yozish. O'ylab yozadi. Mayli o'sha bitta odamni mana shu kungi 4 tasini qildim. Mana shu 3 kun ichida 4 ta odamni qildim-da. Mayli 10 ta odamga qilarman, 20 ta odamni shunaqa qilarman. Mayli o'sha 20 ta odam keyingi safar kommentariy yozganda o'sha erkaklar o'ylaydi. Okey. Ayollarga eng ko'p nima yetishmaydi deb o'ylaysiz? Vaqt. Vaqt ili baxt? Vaqt. Vaqt yetishmaydi. Ayollarimizda agar yana qo'shimcha 24 soat bo'lganda baxt ham bo'lardi. Mehr muhabbat ham bo'lardi, hammasi bo'lardi. Vaqt yetishmagani uchun yetishmaydi vaqt. Qolgan narsalar ham yetishmaydi. Sizningcha ayol avvalo nimaga investitsiya qilishi kerak? O'ziga. Sog'ligiga, bilimiga, rivojlanishiga, o'sishiga, tashqi ko'rinishiga, o'ziga. O'ziga nima desam ekan, investitsiya qilayotgan ayollar avval tashqi ko'rinishdan boshlash kerakmi yoki sog'lig'idanmi? Sog'lig'idan birinchi o'rinda. Men bilaman, siz ko'pgina ayollarga mana shunaqa har xil tavsiyalar ham berasiz, konsultatsiya beraman, konsultatsiyalar berasiz. Chunki siz bu narsaga berishga diplomim bor. Bunaqa konsultatsiyalarni o'tkazishga sizni diplomingiz bor. Men vrachman. Diplomирован bo'ladi, diplomированный vrachsiz. O'shaning uchun ayollar sog'liq bo'yicha konsultatsiya beraman. Nima uchun sog'liq dedim?
Tasavvur qilgin, chiroylisan, makiyajlatasan, to'g'rimi, kiyingansan. Lekin suyaklaring qaqshab og'riyapti. Tatiydimi shu narsa? Yoki boshing, yoki davleniyang, yoki yara chiqqan qatingadir, qo'lingga, oyog'ingga achishyapti. Qanaqa o'tirasan? Qanaqa his qilasan o'zingni? Albatta o'zini yaxshi his qilmaydi hech qaysi ayol. O'sha uchun bunaqa sog'liq. holatda. Birinchi Birinchi sog'liq. o'rinda. Даже sog'liq bo'lsa ham, mana men bugun vosh makiyajim yo'q. No, bildim Yuzlaringiz yaltirab, chiroyli yaltirab turibdi. To'g'ri. No, men bilaman, kamera yevoradi. No, menga kamerada, videolarda chiqish holatim unaqa muhim emas. Chunki men nabarot ko'chada ko'rishsa, menga aytishadi: "Voy, hayotda voобще boshqacha ekansiz", deyishadi-da. Menga shu muhimroq. Hayotda men qanaqa ko'rinaman odamlarning oldida. Komplimentlar olaman hayotda-da. Kamera hamma biladi. Juda ham nefotogenichniy odamlar ko'p. Men ham nefotogenichnilarning orasiga kiraman-da. O'sha uchun ham men bemalol qatqadir bo'yanmay borishim mumkin. Nimaga? Sog'lig'im joyida. Поэтому у меня я свечусь изнутри. O'zingizga уверенный ayolsiz. Уверенныйman. Да. O'sha uchun ham bugun qaradim. Bo'yandimda, cho'ta o'ylayapman, ko'chaga chiqaman, issiq hozir men buni artsam, artilib ketadi, deb anaqa qildimda, shunda yana qaytib vannaga kirdimda, yuvib tashladim-da. Yana uxodlarimni qildim, SPF'larimni surdim. Shunda boraman dedim. Bizani podkastimizga birinchi makiyajsiz kelgan inson. Men ko'p joylarga, bundan oldingisiga ham men ko'p joylarga boraman. Da, balkim ko'pchilik o'ylar, nimaga bu bledniy deb o'ylashlari mumkin-da. Misol uchun videolardan. Hayotda unaqa bledniy ko'rinmayman. No, videolarda kamera yevoradi. O'sha uchun ko'plar o'ylaydi, kasalmi bu deb o'ylaydi. Men aytaman, yo'q, makiyajsiz chiqqanman deyman-da. Вот. Aslida mana shu konsultatsiyalar qilayotganingizda ayollarga ularni qanaqadir bir kasallikdan lecheniya qilasizmi yoki sog'lom ayollarga qanaqadir tavsiyalar? Men yo'nalish beraman. Yo'nalish beraman. Birinchidan analizlar, qanaqa analizlar topshirish kerak, organizmida nima kamchiligi bor, mikroelementlardan. Bitta narsa-da, mana ko'pchiliklar semirib ketyapman, men dietada o'tiraman, lekin semiraman deydi-da. Aslida u ovqatdan yoki boshqa narsadan semirmaydi odam. Organizmda mexanizm buziladi. Mikroelementlar yetishmaydi. Oshqozon ichak tizimi yaxshi ishlamaydi. Oshqozon ichak tizimi ishlamagandan keyin ich qotadi, to'g'rimi? Misol uchun, уже minus. O't tufayli yaxshi ishlamasligi mumkin. Organizm, mexanizm yaxshi ishlab turganda hech qachon semirib ketmaydi odam. Men misol uchun xohlaganimcha ovqat yeyman. Men yarim kechasi ham to'rt yeyishim mumkin qo'rqmasdan. Semirmayman. Nimaga? Peristaltikalar yaxshi menda. Ovqat hazm bo'lishi yaxshi. Kerakli narsalarni ichishni bilaman. Mana ovqat yedim, qanaqadir bad olaman-da, ichib yuboraman, чтобы o'sha ovqatni sразу 20 minutda hazm qilib yuborsin. Shunda отложение bo'lmaydi meni har xil joyimda. Bu narsalarni bilish kerak. Zo'r. Yoki misol uchun feritin. Mana ko'pchilik feritinim past deydi. Lekin feritin yuqori bo'lsa ham yaxshi emas. Birinchidan. Keyin feritinim past deydi-da, temir ko'taraman deb yurishadi. Temir ko'tarilmaydi. Ukol ham oladi, tabletka ham ichadi. Nimaga? Chunki oqsil yetarli emas. Feritin ko'tarilishi uchun oqsil yetarli bo'lganda bog'lanish hosil bo'ladi. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi. Lekin siz mana tavsiya qilayotganingizda qanaqadir badli preparatlarni o'zingiz bir yaxshi ko'rgan qanaqadir kompaniyadan qilasizmi yoki har xil bo'ladimi ular? Har xil bo'ladi. Chunki avvalambor o'zim ichib ko'raman. Ikkinchidan обязательно tekshirib ko'raman. Qaysi zavodda, qaysi davlatda ishlab chiqarilgan. Upakovkasini ham daxli bor. Qanaqa upakovkadaligini. Misol uchun kollagenni faqat shishada ichish kerak. Faqat shishada. Temniy shishada bo'lishi kerak. Temniy shishada bo'lishi kerak. O'sha uchun bunaqa narsalar bor. Men tavsiya qilaman, lekin hech qachon hech kimga misol uchun majburiy demayman. Shunaqa ayollar bor, yozadi. Madina opa, misol uchun biz mana narsani уже olib qo'yuvdik-da, уже deydi. Men aytaman, buni oxirigacha ichasizlar. Pul sarflagan unga.
buni oxirigacha ichasizlar, keyin уже дальше ko'rasizlar, nima bilan davom ettirasizlar deb. Zo'r. Blitz oprosimizni ozgina chiqib ketdik va davom ettiramiz endi. Qaysi odatingiz bugungi natijalaringizga eng katta ta'sir qilgan? Menimcha, hamma ishimni rejalashtirishim. Reja bilan ish Disiplina. qilaman, disiplina. Natijaga olib kelgan sizni. Bu narsa действительно zo'r narsa lekin. Rejalashtiraman. Men rejasiz ish qilmayman. Agar bugun millionlab ayollar sizni tinglayotgan bo'lsa, ularga qanday eng muhim maslahatni bergan bo'lardingiz? Bu savol o'zi podkastimizda oxirida beriladigan savol va Blitz oprosimizda ham oxirgi savol bo'lib chiqdi. O'ta aqllilik qilsammikin yoki Mana shu podkastni ko'rib turgan ayolga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Sizdan nima bitta eshitishini maslahatim, xohlagan bo'lardingiz? asosiy maslahatim, hech qachon bir ayol ikkinchi ayol bilan o'zini taqqoslamasligini xohlardim. Juda zo'r. Chunki har bitta ayol bu individual. Misol uchun, siz qila oladigan narsani men qila olmayman. Yoki sen qila oladigan narsa meni qo'limdan kelmaydi. Har birimiz individual. Juda xafa bo'lib ketaman. Ba'zi bir ayollar soxta Instagramdagi videolarni, har xil narsalarni ko'rib, keyin nimaga menda bunaqa emas deb mayli o'ziga aytsa, xo'jayiniga ham, oila a'zolariga ham aytib, o'zini o'zi yeb, depressiyaga tushirib, mana shundan kelib chiqadi baxtsizlik aslida-da. Shuning uchun hech qachon taqqoslamanglar. Menga ishoninglar, menda shunchaki kamchilik bor. Men ham ba'zi bir ayollarni ko'raman Instagramda, realniy ayollarni ko'raman deb havas qilaman. Men bu narsani o'rganishim kerak. Voy, men bu narsani qilishim kerak deb-da. Meni ham kamchiligim juda ham ko'p. Prosta men o'ylaymanki, Instagram bu shunaqa zona, o'tga hamma narsani olib chiqish noto'g'ri. Sizlar misol uchun meni muammolarimni ko'rishga chiqmaysizlar-ku, to'g'rimi? Iliji meni kamchiliklarimni ko'rishga, sizlar qanaqadir motivatsiya olish xohlaysizlar, qanaqadir nima deydi, yaxshi tomonlarimni olish xohlaysizlar. Shuning uchun chiqarmayman, lekin ishoninglar. Har kuni meni ham oilamda muammo bor. Har kuni nimadir bo'ladi. Mana hozir aytibmanki, hozir uyga boraman-da, agar ketganimdagi ahvol bo'lsa, urillab yig'layman. Instagramga olib chiqaman storiesimga shu narsani o'zimga. Chunki yig'laydi momentimda turibdi. O'zi yig'lab oldim boya, lekin u boshqa narsa uchun yig'iydi. Hali bugungi situatsiya uchun yig'i chiqib ketgani yo'q. Shu uchun qizlar, solishtirmanglar. Bu sizlar eng zo'risizlar. Shuni aytmoqchi edim. Madina podkastimizga, foydali suhbat podkastimizga kelib, shunchalik foydali maslahatlar, ma'lumotlar berganingiz uchun Rahmat, taklif katta uchun. rahmat. Sizni akkauntingizni albatta pastda belgilab qo'yamiz. Kimki Madina opa bilan ko'proq gaplashgisi kelsa, kuzatgisi kelsa, maslahat va rekomendatsiyalar olish niyatingiz bo'lsa, mana shu podkast tagidagi ssilka bo'yicha, ya'ni Madina opani akkauntlariga o'tib, bemalol maslahatlashib yozishinglar bo'ladi. Rahmat taklif uchun. Madina opa, rahmat. Yana ko'rishguncha xayr. Yana ko'rishamiz. Ko'rishamiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa.